Kerak aka, ichki ishlar xodimi doimo kerak aka. Darik chekkada akalarimiz ozgina shovqin qilib, jamoat tartibini buzyapti. Xabar olib qo'yamizmi? Assalomu alaykum, xormeylar. Assalomu alaykum. Xizmat inspektori Abdujabborov, sog'lom aka. Aka, sherigi bilan chetda kuzatib turibmiz. O'zaro urushmayapsizlarmi? Nima turmaylikmi jon aka? Rosa ko'chada turibmiz aka, tirikchilik, gaplashib ham turmaylikmi akalar? Unaqa emas-da. Xat yozib qo'ygan, mana qilmaylar deb joni ko'chada turibmiz. Hamma yuradi, o'tiradi aka, gaplashib turib, gaplashmaylik ham endi akalar unchalik emas-da. Endi sizlar ham mana deb qo'yishinglar kerak-da, bo'pti. Akalar, sog' bo'linglar. Bular ham o'zi forma kiyishib olgan, na foydasi bor, doim mana shunaqa qilishaveradi o'zi. Asaka ketdi, asaka emasakami? Nima qilyapsizlar? Tirikchilik qilyapsizlar. Asaka. Ha. Asaka yana qayer? Asaka, marhamat. Nechta mashina ishlaydi? Bor 15 ta 20 ta. Mana shu yerda tirikchilik qilyapsizlar. Razgovor-yu. Bizga ham vнимание udilis qilasizlar, pul berasizlar. Har bitta mashina biz kelishgan holda o'zimiz kelishamiz konkretniy определённый bitta summani chiqarasizlarda bizga har kunlik 15 ta mashina olsa 15 ta mashinadan yig'ib berasizlar aka. Tushunmadim. Biz tirikchilikka sizlarga pul to'laymizmi? To'laysiz aka. Shaxsiy mashina bo'lsa Nima qilib shaxsiy mashina? Mana shu yerda turganingizga to'laysiz. Aka, unaqa qilib ketgan. Yo'qolib ketganman. Mana shu yerda turibsizmi? Turganingizga to'laysiz. Agar to'lamasangiz men har bitta mashinaga problema sazlovat bo'laman. Ayo unaqa aka. Men sizga aytyapman. boy akalarimiz menda shu uyg'otyapti. Qaytib ko'rib qo'yamizmi shularni? Aka, bo'lsa qaytaylik, Ko'rib qo'yaylik. Problema sazlovat qilib beraman. Terala kesilib ketgan. Hali kesilmagan, bor o'tiringlar. Men sizga mana shu har bitta mashinaga problema qilib beraman. Ishonmaysizmi? Ishonmayman. Tomonni qo'ldagi pichoqmi akani? kerak aka, ichki ishlar xodimi doimo kerak aka. Haqiqatan ichki ishlar xodimlar bor yaxshi ekan-a. Shuncha yurtimiz tinch.